Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida aeroportida Sanjar to'yxona yonidan girib kelaverishda toza posyolkada ishining 150 kvadratli 100% pod ключ remontdan chiqqan bir qavatli hovli joy sotib olib qo'yildi. Birgalikda ko'rib o'tamiz. Ko'chamiz keng tushgan, bu yerni mashina qo'yish uchun beklab bu garajni saplatib qo'yibdilar. Kanalizatsiya bir yerga chiqqan, gaz shulchiklarimiz yerga o'rnatilgan, svetlarni shulchik ham yerga o'rnatilgan. Eshikimiz yorma demir yaxshi sifatli eshik. Bismillah deb videomizni boshlaymiz. Giraverishimiz yine dalan. Oboydan chiqqan uzinasini. Chap qo'limizda zal joylashgan. 2 spalni, yon tarafda kuxni, yan tarafda otizamba yurtdoshlar yine. Patologlarimiz natijnoy, освещениyalar berilgan, lyustralarimiz qistilgan. Kotelimiz bor, o'rnatilgan. Giraverish qismimiz korobka shira o'rnatilgan, svetniki, umumanlik qo'yilgan, kafel qilingan. Registrlarimiz o'rnatilgan. Siz bir yandan danışaveramiz. Dalanımızın uzinası 8'den ziyad, bunun yine bir 3'ten ziyad çıkadı yurtdoshlar. Yan tarafımızda katta zal joylashgan. Bir yerimiz fonda patologlarimiz için ishlangan, chiroyli qilinib, obzor berilib. Tochkamiz yaxshi joyda joylashgan. Bu yan tarafda bir katta spalni bor, oynasi tushgan. Bu yanda hozir uyning egalari şeyde o'tiribdi, kichkina bebek bor ekan. Shuni joylashtirib etmisizlar, kuzatib bilamiz. Bu yerimiz ham fonda, bu yanimiz oshxona bo'ladi. Kuxinli mebellarimiz bor, bu yerimiz ham oboydan chiqqan. Yine ko'rib turganlaringizdek, gaz plitamiz 4 ko'zli fartuqlar qilingan. Kuxinli mebellar yine qoladi bular. Bu yan tarafimizda yana bir katta spalni. Kaçol işlet tuttu, issiqqina, gaz, suv svetlardan muammo yo'q bu yerlarda. Bu yanimiz sanuzel 100% kafeldan chiqqan. Aristonlar o'rnatilgan, mualliklar qo'yilgan. Şimdi ajoyib remontli hovli joy. 150 kvadrat. Bu yan tarafımızda yana ishni 30 bor. Ushashlik pishiradigan место bor. Bu yan tarafda ko'za xasatkana, bu yandan kladovka qilib qo'yibdilar. Yurtdoshlar bahosına keladigan bo'lsak 560 million so'm. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar, like bosib do'stlarga berib qo'yasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringiz davom etsin.